insonni uyqusida, uxlayotgan holatida jasadini to'ntarilib turishi. Inson uxlaydi, aqli o'chadi. 50 kilo, 100 kilolik vazni bor. Ana shu vazni bilan bir tomonini bosib yotadi-da, ana shu bosilib turgan tomonga qon kelishi ozayadi. Qon kelmay qo'yadi. Agar shu holatda qolib kelsa, ertamangacha bir talofatga uchrashi aniq. Shunaqa bo'lmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu insonni uxlayotgan holatda bir yonboshidan ikkinchi yonboshiga ag'darilib turadigan qilib qo'ygan va aql o'chgan holatda. Endi mana shu ag'darilishi birodarlar avtomatik tarzda bo'ladi. Ezilgan tomon miyaga xabar yuboradi, signal, ezilib ketdik, qon kelmay qoldi deydi. Miya sizni uyg'otmagan holda miyani bir qismi uyg'oq bo'ladi. Jasadga buyruq berib, jasad to'ntariladi. Qarangda, bir kechada 20 marta, 30 martagacha to'ntariladi inson. Lekin uyg'onadimi? Yo'q-a?